kelmay ko'tarib tashlayapsizlar. Ya to'xtating. Bu narsa bo'lsa-chi mashinangiz. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshi keldingizmi? Sizmisiz? Charchamaysiz? Akam Saidmurod aka keng makonni rahbari bo'ladilar. Men hozir mehmonga chaqirdilar. Hadi ham bor aka sizga. Shuni kelsiz beraman dedilar. Bilaman eksklyuziv nimadir? Men hali o'zim ko'rmadim. Keng makon bilasizlar 93-yildan beri ishlaysizlar. 32 yil bo'ldi. 32 yil. Alloh, lekin Otabek ham videolarni ko'rdim. Haqiqatda yuvelirni ish qilishadi. O'zi bu ota kasb, aka? Bu ota kasb, o'zi adamgili mana shu chexol biznesdan boshlashgan. Ha, hamkasb bo'lishgan. Hamkasb bo'lishgan sizlar. Premium toifadagi chexollarni tikishgan mashinalarga keyinchalik qarab shu mana divanlar ham qilsak bo'lar ekan, stullar ham qilsak bo'lar ekan deb mebel sohasiga o'tib ketishgan. Yapi, o'zi hozir men bunda kirib aylanib chiqdim. 2 gektarga deyarli qurilgan katta gigant zavod ekan. 250 dan oshiq xodim ishlar ekan. Tushunishinglar uchun qanaqa katta kompaniya aylanish jarayonida shu narsalarni ko'rdimki, har bitta detalga individualni yondashar ekan. Hattoki mana hozir mana shu sut turgan shiponni alohida kesib, uni ichiga joylashtirib, hattoki bu yoqda chig'anoqlarigacha, xullas eksklyuzivni narsalar tayyorlashar ekan. Oka, endi obunachilarga men bitta narsani tavsiya qilishdan oldin uni test qilib sinayman-da yoki o'zim ichib ko'raman nimadir. Shunga aka, agar ruxsat bersangiz, mana shu stullaringizni test qilib sinasin. Bemalol, marhamat aka. Misol uchun nima qilamiz? 9-etajdan tashlasakmi, sinamikan yoki birani og'irroq bir kattaroq tonnali narsada bosib ko'rsakmikan? Baland etajdan hech tashlab ko'rmaganmiz. Lekin xohlasangiz mashinada ekanmisiz, o'zingiz mashinangizdamisiz, gelikdamisiz? Qo'yib olaylik ustiga nima qiladi? Gelikni ko'taradi. Ko'taradi, xudo xohlasa tekshiramiz. Ya, sinib ketadi bu, aka, vahima qilmang. Bitta harakat qilib ko'raylik, aka. Nima deysizlar? Ko'tararmikan? Siz mashinaga ruxsat bering, bo'ldi, biz u yo'g'ini hal qilamiz. Bo'l, qancha chiqaylik? Bo'l, yering. Aka, showroomni ham zo'r qilibsizlar, lekin. Ha, bu showroomimizni o'zi 2000-yildan beri ishlab kelyapti. Endi asosiy showroomimiz bor bizning Glinkada joylashgan, 2,5 kvadratli joy. Asosiy mahsulotlarimiz, yengilliklar hammasi o'sha yerda. O'shadagi mashinangiz qayerda? Ha, mana parkovkaga qo'ydim. Ye. Tushunmadim, aka, maqosizlar, to'xtating, bira. Ya, to'xtating. Ruxsat beringiz endi hozircha bo'ling, hozir ko'ramiz. Ha, aka. Aka, yana bir marta o'ylab ko'ring. Nima qilsa ham bu taxta. Hozir men 3 tonnaga yaqin narsani qo'yganda aka sinib ketib, aka sharmanda bo'lib qolishingiz mumkin. Aka, siz xotirlamang, bizga qo'yib bering bu ishni. Yo, hop sinib ketib, bu narsa bo'lsa-chi mashina? Aka, bizdan keling. Men o'zim yengil gelik beramiz. Gap bo'ladimi? Bo'ldi. Aka, lekin ma'lum gap yo'q. Men to'g'risi ko'tara olmaydi deb o'yladim, sinib ketadi deb o'yladim. Aka, gap, lekin bitta gelik mendan baribir. Ya, lekin nima bu, aka? Siz uchun maxsus mashina bitta ko'ring endi. Aka, bu boshqachasi-yu. Aytgan gelikim mana mana shu bo'ladi. Voy, qo'l qoldirib yuborishyapti. Bitta ko'ring. Yog'ochdan qilingan. Voy, u necha kilo bu? Og'ir ekan-ku. 8 kilo chiqadi. Ha, tuning hauslariga necha? Birga bir qilib qo'yibsizlar-ku, aka bu. Nima bu? Ruchnoy qilinadimi? Ha, ruchnoy izli. Gap yo'q. Xullas, akalar, yuvelirni, sifatli, professionalizmli deydi. Shu yerdan ma'lum. Men endi aka keyingi safar mebelni o'sha keng makon nomazam bo'lmaydi. Xudo xolasa. Gap yo'q, aka. Sovg'a uchun rahmat. Alloh rozi bo'lsin. Endi uni sekin ofisga qo'yib qo'yamiz. Ishlarga omad, aka. Rahmat, sog' bo'ling. Salomat bo'linglar. Sog' bo'ling. Xullas, keng makon o'shani tavsiya qilishimga ham hojat yo'q, ko'rdinglar.